关中王来了。Polvon. Toza narsa, pilotkalari ham o'ta go'zal. Toza zot. Yirik polvon narsa. To'rt kilo 600, 4 kilo 700. 5 kiloda o'ynaydi. 4 kilo 900, 5 kiloda. İltimos bir marta mikrofonni berib gapirishimga ruxsat ber. Mayli. Qo'y, tinchlaning, meni eshiting, sizlarga gapim bor. Odamlar, yerdagi hamma odamlar, sizlarga bir gapim bor. Ekrandan va bu arenadan tomosha qilayotgan har biringiz hayotingizda bir marta bo'lsa ham xuddi shunday baxtni his qilishingizni istardim. Har biringiz hayotingizda hech bo'lmaganda bir marta men his qilayotgan baxtni his qilishingizni xohlayman. Lekin bilasizmi? Siz bu hisni hech qachon his qila olmaysiz agar siz hayotingizda biror narsaga intilmasangiz. Qachonki siz yiqilganingizda odamlar sizni yanada pastga tushirishadi. Ular siz haqingizda har xil bo'xtonlarni aytishadi. Ular sizni yer bilan solishtirishga harakat qilishadi. Siz shularga qarshilik ko'rsata olmasangiz hech qachon g'alaba qozonmaysiz. O'zingizni, irodangizni yanada mustahkamlang. iyul 2026. Mana ko'klar bu to'rttaliklarda bittasi o'zimda qolgani. Tumshug'i ko'tarilib qolgandi. Chotki bo'lib keldi, Xudo xolasa buniki. Bitta pixa chiqib ketib qolgan mana. Xudo xolasa sommadan urishadi va ko'klar 10 kun nari bersa. Joning sog' bo'lgur. Ana polvon. Tarozida pixa kichkina Makkada bitta pixa yo'q. Mana. Xudo xolasa zo'r. Mujik. Joning sog' bo'lgur. Mana ko'klar bu to'rttaliklarda bittasi o'zimda qolgani. Tumshug'i ko'tarilib qolgandi. Chotki bo'lib keldi, Xudo xolasa buniki. Bitta pixa chiqib ketib qolgan mana. Xudo xolasa sommadan urishadi va ko'klar 10 kun nari bersa. Joning sog' bo'lgur. Ana polvon. Tarozida pixa kichkina Makkada bitta pixa yo'q. Mana. Xudo xolasa zo'r. Mujik. Joning sog' bo'lgur.